Kreativ studio namoyish etadi.
qo'sha qarib baxtli bo'ling laram. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan aziz yurtdoshim, aziz dindoshim, aziz aka-ukalarim, aziz opa-singillarim. Bugun yaxshi tilak bilan, samimiy kayfiyat bilan shu xonadon sohib va sohibalarini xursandchiligiga sherik bo'lay deb yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan barcha aka-ukalarimiz, aziz opa-singillarimizga shu xonadon sohib va sohibalari nomidan, Abduqodirovlar nomidan xush kelibsizlar deyishga izn berasizlar. Chiroyli kayfiyat bilan, yaxshi niyat bilan davramizga bugungi kechamizning mutlaq podshohi ham malikasiga aylangan kelin-kuyovlarimizni davramizning to'riga, qalbimizning qo'riga taklif etib oldik. Ana endi esa ushbu chiroyli dasturxonimiz va bazm kechamizni ochib berish uchun, shu xonadon uchun qadrli bo'lgan inson va aziz mehmon sanalmish
Olimjon aka Begmatovni chuqur hurmat va ehtirom ila davramizni markaziga taklif etamiz va chiroyli tilaklar bilan, samimiy niyatlar bilan bugungi bazm kechamiz dasturxonini va kechamizni ochib berish mas'uliyatini ana shunday qadrli va aziz insonimizga yuklaymiz degan umiddamiz, Xudo xolasa. Zangor dunyo bu do'stlar, zanglamas dunyo. Turfa ifor taratguvchidir. Inson aziz, inson bebaho, uni Tangrim yaratguvchidir. Bu olamda iymonni, nonni, yer, suv, havo, har tirik jonni insonda bor. Nomusu orni Tangrim o'zi yaratguvchidir. Bugun sog'lik salomatlikda, chiroyli dasturxon atrofida xursandchilik ila mana shunday diydor ko'rishib turibmiz. Demakki bugungi diydor ko'rishimizni sababchilari ayibsiz aybdorlar, jamiyatimizga yosh oila bo'lib qo'shilayotgan kelin-kuyovlar. Kelin-kuyovlar to'ylar muborak bo'lsin. San'atkorlar nomidan chin qalbimizdan baxt va saodat doimiy hamrohingiz bo'lishligini istab va tilab qolamiz. Bugungi kechamizda eng xursand insonlar albatta bu xonadon sohibalari Jahongir akamiz hamda Naziraxon onajonimizga bir ovozdan to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Onajon to'ylar muborak bo'lsin, Jahon akamizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Tanijonlar sog' bo'lsin. Qani marhamat qilamiz. Olimjon akam kelsalar bir chiroyli tilaklar bilan, yaxshi niyatlar bilan bugungi davramizni ochib berasiz degan umiddamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz hamqishloqlar, qarindoshlar, qudolar, do'stlar, mehmonlar. Bugungi mana shunday tabarruk xonadonga havas qiladigan mana shunday baxt va nikoh kechamizga xush kelibsizlar. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, bizda mana shunday Xudo bergan bir bag'ri keng, hamma uchun havas qiladigan O'zbekistondek betakror diyorimizda hamma joyida mana shunday hozir jannat makon diyorimiz bo'lganligi sababli meva-yu chevalarimiz g'arq pishgan, amborlarimiz g'allaga to'lgan, milliy faxrimiz bo'lgan oq oltinlarimiz yetishtirilayotgan, butun o'zbek 230 dan oshiq davlat taniyotgan O'zbekistonimizda hamma tomonlama havas qiladigan vaqtda, bundan tashqari jahon tarixida mondialga chiqib turib O'zbekiston terma futbol komandamiz bugungi kunda taraqqiy etgan mamlakatda faoliyat ko'rsatgan paytda hamma havas qiladigan nafaqat Temirdildi Qorsidagi Yangobodliklarda, Balandchaqir, qishloq bo'lgan Parkati va Arqinbosh hamma qishloqlarda faxri bo'lgan, temir yo'lning pastidagi barcha Boyovut, Mirzocho'l, Mehnatobod va Sirdaryo, Jizzaxdagi bizda Yangobodliklarda faxri bo'lgan Normatovlarda, Abdusattorovlarda xonadonini aziz farzandlarini bugun havas qiladigan mana shunday juda ham bir yaxshi kayfiyatda bo'lgan siz aziz do'stlar, mehmonlar ishtirokida ikki yoshni baxt va nikoh kechasida yig'ilib o'tiribmiz. Aziz hamqishloqlar, aziz mehmonlar, aziz do'stlar, qudolar, albatta bu to'ylari bo'layotgan yoshlarda hamma havas qiladi, Xudo meni mana shunday to'yga yetkazsa deb. Biz albatta yana bir e'tiborini tortmoqchiman. Normatovlar xonadoni Abduqodir otamiz vatan urushi qatnashchisi bo'lganlar. Nurmat akamiz doimiy faxr lavishda aytamiz Zavgar bobo deb ulug' farzandlarni tarbiyalab, Iqbol enamizdek bag'ri keng ayol onamiz mana shunday farzandlarni tarbiyalaganlar. Xuddi shunday Abduqahhor domlamiz butun Yangobodliklarda nafaqat Sirdaryo, Jizzax, Toshkentdagi bugungi olim bo'lgan, akademik bo'lgan farzandlarimizni ham qishloqlarimizni ham o'qitgan ulug' ustoz bo'lganlar. Va Navoiy Norxo'la onamiz bilan mazmunli yashab o'tganlar. Har ikki oilaning farzandlari hammasi o'qimishlar. Jamiyatda juda o'rni bor oilalar. Sharof Rashidovich rahmatlik davlatimiz arbobining gaplari bor edi. Ey do'stlar, bir-birimizga hasad bilan emas, havas bilan yashaylik dedilar.
Normatovlarning oilasiga, Abdusattorovlarning oilasiga ana shunday havas bilan qaraydirgan oila. Men Jahongirni ham, Nazirani ham o'qitganman. Bular haqiqiy qush inida ko'rganini qiladiganday ota-ona tarbiyasini olib, ustozlar tarbiyasini olib, milliy mentalitetimizga, an'anaga sodiq qolib, haqiqiy ota-onalarni an'anasini davom ettirayotgan oilaning farzandlari. Mana bugun qarangki, kuyov bolamiz oliy ma'lumotli. Qizimiz ham xuddi shunday uzukka ko'z qo'yganday mos. Mana shunday ekan aziz hamqishloqlar, oqqan ariqqa suv oqadi deydi. Albatta, Normatovlarning oilasidan, Abdusattorovlarning oilasidan olimlar, harbiylar, polkovniklar yetishib chiqqan. O'ylayman, Dilnoza qizimiz ham, Javlonbek ham mana shu ulug' an'anani davom ettiradilar. Vatan ostonadan boshladi deganlariday, albatta oila muqaddas ekanligini kelin-kuyov biz o'ylaymiz, mana shu o'tirgan ulug' insonlarni va biz e'tirof etayotgan holatlarni hisobga olib, albatta qaynona-qaynotalaringga xizmatni o'rniga qo'yasizlar va kelajakda baxtli oila bo'lib davom ettirasizlar deb ishonamiz. Jahongir, Nazira singlim, ikkovlaringni ham chin yurakdan tabriklaymiz. Biz Balandchaqirliklar, Yangiobodliklar nomidan barcha Jahongirning sinfdoshlari ham kelgan, Naziraning sinfdoshlari ham kelgan va yana men bugun faxrlanib baribir ichki kechimman bilan baribir ozgina lirik shekillish qilib xafalik bilan eslayman. Lekin faxrlanib Ne'matullo do'stimiz mana shu yerda ko'p yillar kelib turib butun elimizda tinchligi, salomatligi, osoyish yo'lda halol xizmat qilib o'tdilar. Va yana bir e'tiborli joyi borki, bugungi kunda o'sha an'analarda bu yerda Abdusattorovlarni, Normatovlarning avlodlari hammasi Faxriddin boshliq aka-ukalar, Xolmamat boshliq aka-ukalar, undan tashqari mana Xayriddin, Bahromjon, Imomqul ukalarim, Husniddinlar davom ettiryapti. Mana shunday ekan, bugungi to'yimizda hammalaringning nomlaringdan va biz Balandchaqirliklar, Yangiobodliklar nomidan ham tabriklab bu oilani, xudolarni ham to'yimizda ochiq deb e'lon qilamiz va akademik G'afur G'ulom aytganday, aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq onidir umr daftarin deydi. Siz har ikki oilani umr daftarini bezaysizlar. Baxtli bo'linglar, xush chaqaringlar. To'yimizda ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Qobiljon, sog' bo'ling. Siz ham Yangiobod Balandchaqirning farzandisiz. Siz bilan biz faxrlanamiz. Shularni nevara to'yida ham kelishingizni istab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, chiroyli tilaklar bilan ushbu ajoyib bazm kechamiz ochiq deya e'lon qilindi. Kelin-kuyovlar sizlar uchun yasatilgan shohona kurslar o'tirib olishingiz mumkin. To'yimiz ochiq, dasturxonimiz ochiq, barcha mehmonlarimizga yoqimli ishtiyoq tilaymiz va ta'kidlab o'tishimiz joizki, bugun Jahongir akamiz hamda Naziraxon onajonimizni jondan suyukli farzandlari, sevimli alp o'g'lonlari Javlonbek ularga bugundan e'tiboran bir umrlik umr yo'ldosh sanalmish Dilnozaxonlarning nigoh to'yi munosabati bilan mana shunday chiroyli Mo'min ota to'yxonasiga tashrif buyuribsizlar. Barcha mehmonlarimizga bir ovozdan yoqimli ishtiyoq tilaymiz. Albatta chiroyli to'ylarimiz san'atkorlarsiz o'tmaydi. O'zlarining xonishlari bilan, dil tortar nolishlari bilan elimiz suygan san'atkor, kuy qo'shiqlarni juda chiroyli aytib maromiga qo'ygan san'atkor do'stlarimiz. Aynan Olim akamiz aytganda, bu kishi ham Balandchaqir farzandi, qalbimizni dilbanda. Bugun jonli ijroda kuy qo'shiqlar bilan tashrif buyurganlar G'aybullayev, Dostonbek boshchiligidagi bir chiroyli san'atkorlarga navbatni beramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli koshonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, mezbonlar, to'y sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz. Xudo xohlasa, keyingi yil mana shu paytlarda beshik to'ylarida qatordan xato qilmasdan xursandchiliklarga sherik bo'lish nasib qilgan bo'lsin deymiz. Kelin-kuyovlarimizga baxt tilagan holda qo'shiqlarimizda davom etamiz. Barchangizga yoqimli xordiqonlarni tilab qolamiz. Marhamat. Rosaga kundira olmaysan, to'g'ri gapni xato deganni
rosaga ko'ndira olmaysan. To'g'ri gapni xato degan ming urinma sindira olmaysan. Otasidan duo olgan ming urinma sindira olmaysan. Onasidan duo olgan nahaqsira tökülmez yoshi tegmay o'tar düşmanın toshi. Nomardga hech egilmas boshi. Otasidan duo olgan nomardga hech egilmas boshi. Otasidan duo olgan yerga mushlasa baraka yo'q ming yil ishlasa. Tilla bo'lar tuproq ushlasa. Otasidan duo olgan tilla bo'lar tuproq ushlasa. Onasidan duo olgan agar ota yo'q esa davlat topsa gar qo'sha qo'sha. Kimda agar ota yo'q bersa davlat topsa gar qo'sha qo'sha. Surishtirsang o'g'lidir o'sha. Otasidan duo olgan surishtirsang o'g'lidir o'sha. Onasidan duo olgan ming urinma sindira olmaysan. Otasidan duo olgan ming urinma sindira olmaysan. El yurtidan duo olgan onasidan duo olgan
Allohlarimiz umrlar uzoq bo'lsin vaqtimizga. Yaxshi kayfiyatda o'ynaylik. Umrini ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Men umrini ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Hatto yuzim bir bar ko'rsatmay, izlarini chizib ketibdi. Meni hayot jangiga tashlab, kurash deya yozib ketibdi. Men umrini ko'rmay qolibman, hey, yonginamdan o'tib ketibdi. Yoshlikni tashlab, bormoqdaman ortidan quvib. Bolalikni, yoshlikni tashlab, goho kulib, goho anglamay, goho unsiz ko'zimni yoshlab. Men umrini ko'rmay qolibman. Tog'u toshlarning chiroyi, lola gul ohu bilan, xasta ko'nglimning quvonchi, ulkamon obro' bilan. Maylayin dardimga parvo, oyning 15 qorong'u, 15 yog'du bilan, umrining oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan.
orzu bilan. Keling ko'larimizga baxt tilaymiz, qo'shiqlarimizga davom etamiz. Marhamat. Sendaqasi yo'q bu olamda, muhabbating har bir nolamda, hatto rohat dardu alamda. Sevmasang ham sevgan bo'lardim. Eng chiroyli gulsan chamanda, go'zallikning hammasi sanda. Bo'lsaydi iqtidor mandan, suratingni chizgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tutgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tutgan bo'lardim. Huzuringda aylasang mehmon, etar edim ishqim namoyon. Massa qilib orom jon, bog'laringda kezgan bo'lardim. Yoding bilan yashayman hamon, ishon seni sevaman yomon. Ko'nglimdagi umidsan mudom, sen bo'lmasang nima qilardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tutgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tutgan bo'lardim. Sendaqasi yo'q bu
Bir qayrilib bir boqib ayladingiz bizni roh endi bizda yuqori endi bizda yo'q ora bir qayrilib bir boqib ayladingiz bizni roh endi bizda yuqori endi bizda yo'q ora yelka to'la sumbulmi sumbul sochmiyor kibrik yopgan qoshru bir juft qaldirg'ochmiyor aylaylikmi jonni sor beraylikmi boshniyor aylaylikmi jonni sor beraylikmi boshniyor Dilara siz malika biz g'ulom tog'lar tilsin ko'ksimni sizdan o'zgani desa Dilara siz malika biz g'ulom tog'lar tilsin ko'ksimni sizdan o'zgani desa davlatim yo'q qo'limda mungli sozimdan bo'lak qo'shiqlarim kuylarim mungli sozimdan bo'lak suymasa ham suysa ham sizdek yorimdan bo'lak suymasa ham suysa ham sizdek yorimdan bo'lak Dilara siz malika biz g'ulom tog'lar tilsin ko'ksimni sizdan o'zgani desa Dilara siz malika biz g'ulom tog'lar tilsin ko'ksimni sizdan o'zgani desa
yana bir bor baxt tilaymiz. Marhamat, davramiz raisi. Rahmat. Tanijoning sog' bo'lsin, chiroyli, jonli, ajoyib taronalar uchun rahmat. Aziz va qadrli kechamiz mehmonlari, ta'kidlab o'tishimiz joizki, bugun dildagi kalom bilan yo sovg'a salom bilan tashrif buyurgan mehmonlarimizni diqqat e'tiborlariga binoan siz ham chiqib chiroyli tilaklaringizni izhor etish imkoniyatiga egasiz degan ko'rsatuvimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Quyosh isitguncha muzlar beparvo, judolik kelguncha ko'zlar beparvo, ohista aylanib sag'ot millari umr o'tmoqdadir, bizlar beparvo. Bu charxpalak dunyo ishi siz ham biz ham omonatmiz. Ming bir tashvish boshimizda, har kun bitta kamomatmiz. Tirikchilik ham g'animatdir, tansiq bo'ldi shirin jonlar. Yaratganga shukr ayting, bugun bormiz, salomatmiz. Lavhul mahfuz daftariga taqdir o'zi bitgay insho. Fe'limiz tor, ko'ngil injiq, bunchalar alomatmiz. Qadrin bilib har lahzani, ertagacha Xudo poshsho. Yaratganga shukr ayting, bugun bormiz, salomatmiz. Kibr aylab, qadam tashlab, baland qo'rg'on solib, aslida-chi bir tuproqdan paydo bo'lgan imoratmiz. Yaratganga shukr ayting, bugun bormiz, salomatmiz. Demak, salomatligimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin, davramizni bayramona kayfiyat tark etmasin, yaxshi kayfiyat bizni xonadonimizni hech qachon tark etmasin. Hozir talab va takliflarga ko'ra mana shu davramizga shu xonadon sohibi va sohibalar aynan Jahongir akamiz hamda Naziraxon onajonimizni taklif etmoqchiman. Chiroyli bir ajoyib kechamizni eng go'zal qahramonlari va xursand insonlari deb taklif etmoqchiman. Nazira opa, keling. Bugungi eng go'zal ayol nominatsiyasi bo'yicha, bugun eng baxtli ayol nominatsiyasi bo'yicha mana shu kechamizda qadrli onajonimiz, kechamizda qahramoni, mushtipar onajonimiz Naziraxon onajonimizni eng go'zal ayol deb e'lon qilmoqchiman. Maylimi? Keling. Opam aytadilar, men 9 ta yigitni ichida o'sganman, aka-ukalarim bari bitta qizman deydilar, lekin bugun eng quvonchli kuningizda biz mana yoningizda sherikmiz, mana shu aka-ukalar sherik borlariga shukr, jigarlarni boriga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Jahongir akam ham shu yerda bo'lsalar iltimos qilardim kelishliklarini, sababi ularni qutlash maqsadida Abdusattorov Bahriddin akamizni, ya'ni kuyovni, tog'asini davraga taklif etamiz. Mo'tabar singlimizni hamda Sanobar opa yangamizni birgalikda kelishiklarini iltimos qilib qolamiz. Ularning atalgan sovg'alari bor ekan, shularni bayramona kayfiyatda topshirsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Qani Jahongir akamizni o'zlarini ham davraga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Darrov shoshdingizda bizga mezbonga so'z berib o'rib. Men hijaga ketmayman, to'yda yakunlab ketaman. Ha, endi baribir dars o'tirar ekanman deganida. Ha, jiyan, seni bahonang bilan mana dadangni, ayangni, qolaversa shu yerda o'tirgan hammani avvalo xush kelibsizlar deyman. Abdusattorovlar Nazira tomonidan, Normatovlar Jahongir tomonidan. Ha, kuyovni payg'ambarlar siylagan deydi. Bir kuyovni siylab qo'ysak, ha, shu bilan biz o'z dil izhorlarimizni bildirmoqchimiz. Umri uzoq bo'lsin, rizqi faroq bo'lsin hammani. 9 o'g'il bir qizni o'stirgan ota-onamizning ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Avvalo Jahongir kelsin, endi bitta to'n kiydiramiz. Singlimga mana ber. Ko'ylaklik materialini qani? Qani? Ayang ham yo'qol yuradi, buni qara. Toza har yaxlamaman endi, nima deymiz? Jahongir bilan bir sinfda o'qiganmiz. Undan bojamni ukasi, undan yana bir urug' avlod bo'lib ketganmiz, birimizga tutashib. Shu narsalar ham shu bilan yaxshi ekan, chunki urug' bir-biridan uzoqlashmas ekan. Har qanday bir achchig'i bo'lsa ham bir yog'ini kechirib, bir yog'idan kelib kelaverar ekan. Seylay rahim degan narsa bor-da, o'zimiz o'zbeklarda. Ha, darrov menga so'z berganingizga hayajonlanib qoldim. To'g'risi, o'zimni ham yo'qotib qo'ydim, mayli-ku. Jahongir, Allohim, mayli. Ota-onamiz ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana buni men o'zim bir boblab kiydiray, baqobga eskichasiga kiydiriladi. Mana boshingiz omon bo'lsin deb do'ppini kiydiramiz. To'nlar muborak bo'lsin, do'ppilar qulluq bo'lsin. Ustlari bit bo'lsin deb choponni kiydiramiz. Otam shunday o'rgatgan. Mana beli doim baquvvat bo'lsin deb beliga belbog'ni tortamiz.
Mana bu buni qizim tikkan. Mana shu. Belbog'da qizim tikkan. Singlim bu sanga xohlaganingdek qilib materialni gaplashaveramiz yana deydi-ku. Jiyan saniki endi paket boradi o'zi biz nomimizdan. Hammalaring xush kelibsizlar, rahmat. Shunchalik hurmat e'tibor bilan kelganlaringiz uchun oldingizdagi dasturxonlarga marhamat, bemalol o'tirishlaringizni tarafdorimiz. Sizga san'atkorlar charchamanglar, faqat yaxshilik bo'lsin. Sizni televizorda tez-tez ko'rib turaylik, bilan chaqirdi eslash uchun. Rahmat sizlarga, hammalaringizga kelganlaringizga, qadamlaringizga hasonot, xush kelibsizlar. Rahmat. Katta rahmat, tashakkur. Demak, sovg'alar qulluq bo'lsin. Endi bitta rasmga tushib qo'yamiz, tarix zarvaqlarga muhrlab qo'yaylik ushbu kunlarni. Qani Jahongir aka, bitta uzun bo'lib, bitta bir qator bo'lib bir esdalikka qarindoshlar diydorlashib bugun yaxshi niyat bilan elga dasturxon yozadigan to'y sohibi va sohibalariga yana bir marotaba to'ylar muborak bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Eng asosiysi kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Bugun xursandchilik kunda chiroyli tilaklar bilan tashrif buyurgan, bu yerda hamma yaxshi niyat bilan kelgan. Hammani ko'nglida bitta yaxshi niyat, shu kelin-kuyov baxtli bo'laversin deydi. To'g'rimi? Mana ota-onalarni ham umrlari uzoq bo'lsin deydi. To'g'rimi? Shunday bo'lsin ilohim. Hammani hozir men siz turibman shuna qaraganimda hamma samimiy insonlar, hammasi aytayaptilar shu baxtli bo'lsin ilohim, shu bolaning gapi to'g'ri, shunday deb turibdilar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Sizlarning nomlaringdan kelin-kuyovga men baxtilab qo'yaman, sizlar ma'qullab qo'yasizlar. Kelishdikmi? Kelin-kuyovlar qo'sha qarib baxtli saodatli bo'lsin, bularga muhabbat hamroh yaratgan egami o'zi panoh bo'lsin. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, bularning baxtiga ota-onalarning ham umrlari uzoq bo'lsin. Yana yil o'g'ilmi, qizmi farqi yo'q, chaqaloqlarni qo'llariga olib yanada baxtli bo'lib, yanada xonadonda to'y bo'lsin, hamma kelib qatnashsin, yaxshi kunlar boray bo'lsin. To'ylarga shu fikrimga qo'shiladiganlar bo'lsa, guldiroz qarsanglar bo'lsin mayli. Mana bu fikrimga qo'shilganlar. Yana yil Xudo xolasa o'g'il bo'lsin deganlar bitta qarsang bo'lsin qani. Oho, men to'shna sezyapman, men toshna bilyapman. Yana yil Xudo xolasa bitta o'g'ilcha bo'ladi, Xudo xolasa. Agar o'g'ilcha bo'lmasa, toshna bilaman qiz bo'ladi lekin. Bo'ladi baribir. O'g'ilmi qizmi farqi yo'q, eson-omon qo'llariga olib yanada baxtli bo'lib, quvonchga to'lib ko'chalarda xursand bo'lib yursin. Deganlar bo'ladigan bo'lsa, yana bizda qarsay chop qo'yaveringlar, mayli nima bo'lsa bo'ldi. Qarsay choganlar bemalol cholaveringlar, qo'llaring dard ko'rmasin. Chunki qarsay choganda bir-biriga uriladi-da, fiziyatka bo'ladi. Qo'llaring og'rimasin deb men yaxshi niyat qilyapman, charchamasin deb yaxshi niyat qilyapman. Charchamasin, charchasin. Qachon charchasin? Pul sanab charchasin. Dollarlaring ko'payib ketsin. Sanaveringlar. Ertalabga vaqtli charchab qoldim. Endi qolganini ertadan keyin sanayman deb uxlaylar ilohim. Qo'llaring dard ko'rmasin ilohim. Endi mendan ham zo'r gapiradigan insonlar bugun ko'p. Bu davraga aynan kuyov jo'ralarimiz vakili hamda kelin do'konlarimiz vakillari ham tashrif buyurganlar. Shuning uchun kuyovni eng yaqin jo'rasi, kuyov jo'ralarida ichida zo'ri u, sarasi, kuyov jo'ralarida ichida chiroyli kiyinib yuradigan to'rasi. Qisqasi, kuyovni eng yaqin jo'rasi. Kuyov jo'ralarni qarsaylari bilan davraga Sardorbekni taklif etamiz. Sardorbek, kelinimizni dugonasi, qizlarimiz durdonasi Nargizaxonni ham birgalikda davrada kutib qolamiz. Marhamat Nargizaxon. Musiqa sadolari ostida kutib olamiz, kelinglar. Davramizga birgalikda juda chiroyli fayz beringlar ilohim. Qani kelinglar. Endi o'rtoqlar hozir sizlarga borib xohlagan bitta odamga mikrofonni beray, men gapira olmayman bolam deydilar. Chunki ular tayyorgarlik ko'rmagan. Bular tayyorgarlik ko'rgan, bulardan ko'nglim to'q. Bularga gap yo'q, lekin menda bitta muammo. Kimdan boshlaymiz ammo? Sizdan boshlaymizmi, Sardorbek? Yo'q, qizdan boshlaymizmi? Tavakkal qilmaymiz, kelishamiz. Biz har holda yigitlarmiz, jentelmen bo'laylik. Chunki zamon talabi shunaqa. Erkak kishi doim ayollarni ojiza sanab hurmat qilish kerak. Biz yigitlar bir yoqadan bosh chiqarib, kelin do'konlari vakilidan boshlashga qaror qildik. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun aziz dugonam Dilnozaxon va kuyovimiz Jamlonbeklarning nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men bu 2 yoshga chin qalbimdan uzoq umr, cheksiz baxt va oilaviy totuvlik tilayman. Hayot yo'llari doimo nurli va quvonchli bo'lsin. Tashakkur. Ana bu kelin do'konida Xudo tomon chalyapti qarsaydi. Ana endi kuyov jo'ralar, diqqat e'tiborlaringni davramizning markaziga qaratasizlar. Sizlarning vakillaring aynan kelin kuyovlarga samimiy tabrikni izhor etadi. Marhamat Sardorbek. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun do'stim Javlonbekni nikoh to'ylarga yig'ilib turibmiz. Do'stim, senga uzoq umr,
uzoq umr tilayman. Kelin bilan baxtli bo'lgan iloyim, uzoq umr, serfarzand, serdavlat bo'ylar. Kelasi yil Xudo xolasa beshik to'ylarga yig'ilish nasib qilsin hammamizga shu yerda. Tashakkur va tasanno deyishdan o'zga ilojimiz qolmadi. Ana endi esa tabrik ispotiyle davrada xiromaylaydigan fursatlarga ham yetib keldik. Kuyov jo'ralar vakili hamda kelindigonlarimiz barchalarini davraga taklif etamiz. Soat millar insoniyatga bo'ysunmaydi. Demakki, vaqt oliy hakam. Vaqtdan unumli foydalanamiz. Endi navbatni sho'x taronalarga, jozibali musiqalarga beramiz. Sizlarni davrada kutib qolamiz degan umiddamiz. Aynan bugun kechamiz yana bir qahramoni Zilola xonim tashrif buyurganlar, ularni ham sahnaga lutfan taklif etamiz. Marhamat. Marhamat, kelin-kuyovlarimiz do'st-dugonalarini chiroyli raqslarga taklif qilar ekanmiz. Kelamiz birga yoningdan hech kim kelmas, voyda cho'milib
Güzelsen de hammadan Arazchim sen o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Osmondamisan ha meni yondirasan yo'q atay qilasan juda qaysarsan osmondamisan ha meni yondirasan yo'q atay qilasan juda qaysarsan Matmazel madam go'zalsan da hammadan Arazchimsan o'zimni chimirma qo'shiq qalam Matmazel madam go'zalsan da hammadan Arazchimsan o'zimni chimirma qo'shiq qalam Matmazel madam go'zalsan da hammadan Arazchimsan o'zimni chimirma qo'shiq qalam Matmazel madam go'zalsan da hammadan Arazchimsan o'zimni chimirma qo'shiq qalam Davom etamiz. Dünyanın derdini yıldız bunu Taşışların varlığını o'zingni tut O'yinab kuyayrar Aytib bunu Azobu g'amlaring yıldız bunu Alamli dardlaring o'zingni ham O'ylab bir bora Dunyoga ko'rib bir qara O'zing uchun ham yashab bir bora O'tgan umring qaytmas yana Bunda o'ynab turganing qoladi O'ylab yomon dunyoni rost dema Ishonib har kimni do'st dema jonim To'ya kuningni oz dema Kutgan baxtli kunlaring keladi yana Dünyanın derdini yıldız bunu Taşışların varlığını o'zingni tut O'yinab kuyayrar Aytib bunu Azobu g'amlaring yıldız bunu Alamli dardlaring o'zingni ham O'ylab bir bora Dunyoga ko'rib bir qara O'zing uchun ham yashab bir bora O'tgan umring qaytmas yana Bunda o'ynab turganing qoladi O'ylab yomon dunyoni rost dema Ishonib har kimni do'st dema jonim To'ya kuningni oz dema Kutgan baxtli kunlaring keladi Hadi boshashmaymiz Hadi yoshlarimiz boshashmaymiz Hadi boshashmaymiz Sochlarini o'ynatmadi ro'mollar taxib Dardim suvga aytsam ketdi-ku oqib Ko'chalar